Assalomu alaykum aziz obunachilar, sog'liqlar, omadingizlar. Sizlarga xudo xolasa obyektimizdagi ish jarayonini ko'rsatmoqchiman. Qani boshladik. Bismillah. Mana peregorodkalar bo'lishyapti go'zal qilib. Beton kelgan. 3-etajga beton qo'yamiz bugun xudo xolasa. Ertadan gazini bosamiz keyin. Sizlarga ko'rsatamiz xudo xolasa. Sizlar bizni kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosib, tarqatadigan joylarga tarqatib qo'yasizlar. Xudo xolasa biz sizlarga Mariupol, mana shu territoriyalarda bo'layotgan barcha voqealarni chiroyli qilib video qilib qo'yishda davom etamiz. Xudo xolasa yangiliklar, har xil narsalarni shunaqa narsalar video qilib sizlarga qo'yishda davom etamiz. Sizlar bizni kuzatishda davom etsanglar bo'ldi. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Peregorodkalar tayyor xudo xolasa. Bu 2-etajimiz. Bir yo'li mana nimalarimiz peregorodkalardan urib ketyapmiz. Vaqt borada. Bugungi obed mastava. Mesela qovurtog'i mastava qildik. Yana beton kelyapti. Gazini bosasizlar akalar. Peregorodka. Mayda bitta peregorodka qoldi hozir. Buni bo'lib urib yuborishadi. Buyog'i go'zal shun bilan. Keyin mana edi bor bitta. Akalar mana ham tugatishib qo'ydi, mashalloh. O'ta go'zal qilib. Bilan lesinsalar joyimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarga hammasini chiroyli qilib ko'rsataman. Sizlar mana shu ustakalarimiz ishlariga qolmanglar, malades, omad deb yozib qo'ysanglar, biz xursand bo'lib qolamiz. Yani peregorodkalar tayyor. Ko'tarib qo'yilgan. Kaskalar yotibdi mana. Bu birinchi etaj peregorodkalar tayyor. Urib qo'yishgan. Ana peregorodka xudo xolasa salkam tayyor. Bugun tugaydi. Xullas 2-etajimizni peregorodkasi tugayapti. Kecha boshlaganmiz, mana kecha bugun avvalo. Alloh. 3-etajda mana shu 2ta kvartiraniki qoldi. Narsa yo'q. Mana Shurat ekan. Obunachilarga o'z bu narsa deb qo'yasiz. Gap yo'q. Malades, ish bo'lyapti zakonni. Valakam. Hello. Assalomu alaykum. Aka ishodi. Namaste. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahongir. Hammalari mana obedga chiqishyapti, xudo xolasa obed bo'ldi. Mana akamiz yangi kelgan, Azaka. Mana tog'a Buxorodan. Bu nimada? Birinchi etajda peregorodkalar. Xonalari bitta ajralib, chiroyli bo'lib, hamma go'zal ketyapti. İşçiler ham davoling, nachalniklar ham davoling. İş o'ta tezlik bilan ketyapti, ko'rsatamiz. Bu yer vahshiy go'zal bo'lib tayyor bo'lgan. Ko'rdinglar?
xonaga ajralgan. Ishlari ham go'zal. Очень красивый, отличный. Şimdi ulup yetişelim. Xona ajratishib. Birinchi etash почти перегородкasi tugadi, xudo xolasa. Ikkinchi etajga ham почти tugadi. Bugun tugaydi. İkinci etajda. Hozir mana yapalakka qo'yyapti. Beton kelgan, shunga beton qo'yyapmiz. Aka Shodiyning ishi mana. Qanday qish qilib tashlagan. Mana yiqilch ekanlik. Ishlar ham qilich. Bu plitalar gazini bosib kelyapti endi mana. 3 kun kutdik o'zi ham plitani. Biz kutish bilan nimamizni o'tkazib qo'ydik. Bo'lmasam bu 3 etajli bino bizga 15 kun 20 kunlik ish edi o'zi. Bochka ham qolib ketdi mana ichkarida. Rastovor o'ta chiroyli rastovor bo'lgan. Endi sizlarga 3-etajni ko'rsataman. Ana bismillah. 3-etajda eng professionallar ish qilishyapti. Hozir ko'rsataman. Это тоже хочется. Havzada. Betonda quyilyapti. Yashada 2ta kvartiramiz qolib ketdi. Endi ertadan gazini bosamiz. Rastorlar güzel. Suv to'ldir ekan mana buni ham. Suvlarni to'ldirish qo'y. Plitani-chi. Qiyshayib ketgan emasmi deyman, nazar. Он меня раздражает. А второй уехал на Сормовское. Сейчас там восстанавливает. Falan. Juda chiroyli bo'lib hamma o'z o'rnida.
ko'rsataman. Bobur tog'ani ovqatlarni qilib bolalarga tarqatdi. Kimlar biladi? Kimlar? Furqat! На магазин пошел, магазин. Один адреналин возьми. Yalla. Bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa inshaalloh biz bundan ham zo'r ishlarni qilishda davom etamiz. Biz sizlarga borib barcha mana shu nimada bo'layotgan voqealarni hammasini sekin-sekin video qilishga harakat qilamiz. Vaqtimizga qarab sizlarni qiziqtirayotgan videolar, mana shu videomizga like bosib nima qilib qo'ysanglar, xudo xolasa keyingi videoda biz sizlarga boshqacha video qilishga harakat qilamiz. Shu urush nimalarida bizdan uzoq u. Mesela qanaqa yangiliklar ketyapti, nimalar ketyapti, bizdan qancha uzoqda, qanaqa bo'lyapti, xullas hammalarini sizlarga ochiq oydin qilib, откровенный qilib nima qilib beramiz. Video qilib beramiz. Xullas juda ko'p kommentariyalarda urush bo'lyapti, boshqa palon-piston deydi, lekin bu shaharda bo'lgani yo'q. Biz ancha uzoqdamiz, sizlarga shuni yoritib beramiz, чтобы sizlar ishonch hosil qilishinglar uchun. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, Allohga omonat sizlar. O'zinglarga yetar qiling.